Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori va shu haqda batafsil. 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 386 ming so'm. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 177 ming so'm. Oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 118 ming so'm. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilandi. Va 1-iyuldan boshlab yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalari miqdori 7% ga oshiriladi va 2026-yil 1-iyuldan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 504 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 ming so'm. Bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm etib belgilandi. Deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.